Koreyada bir kunimiz erta sahardan ibodatlarimizni qilib olib, sog'liqqa foydali bo'lgan kollagenlarni ichib oldik. Va albatta darslarimizni qilib, uylarimizni yig'ishtirib oldik. Ha, hayron qoldinglarmi? Fotima Zuhra uyda ham bir xil kiyim kiyib yurishadi. Hozir yashayotgan uyimiz kichkina bo'lsa-da, ikkalamiz yashashimizga juda ham qulay. Agar sizlarga ham qiziq bo'lsa, reaksiya qoldiringlar. Keyingi safar uyimizni obzor qilib beramiz. An'anamizni buzmagan holda kafega kirib, issiqqina kofelarni olib, universitet tomon yo'l oldik. Ha, hozirda o'zimizning kosmetika biznesimiz bor, lekin hali ham studentmiz. 7 yildan beri Koreyada yashab kelamiz. Yaqinda magistraturani ham bitiramiz. Barcha darslar koreys tilida bo'ladi. Bizdan boshqa chet ellik talaba yo'q. Faqatgina Miss Twins bor. Bechora professorlarimiz bizani ajratamiz deb qiynalib ketishadi. Sizlarchi bizani ajrata olasizlarmi? 5 soat shunaqangi tez o'tib ketibdi. Qarasak, o'sha qorong'u ham tushibdi, qornimiz ham ochib ketdi. Musofir bo'lib yashash oson emas. Ota-onamiz, yaqinlarimizni sog'inamiz va milliy ovqatlarimizni yegimiz keladi. O'zimiz yoqtirgan vodiy oshxonasiga kelib, mazza qilib qovurilgan baliqlarni yeb oldik. Qornimiz ham to'ydi. Koreyslar nima sababdan kofe ko'p ichishni Koreyaga kelgandan keyin tushunib oldik. Yana kafega kirib, kofe ichdik. Energiyaga to'lib, uyga borib, yana kechasi bilan dars qildik. Hammaga xayrli tun.